Assalomu alaykum azizlar. Men Fazliddin Yoqub xorijdan Amerikadan Tarix Omonatdir kanali va gruppasi Turon xalqaro tashkiloti nomidan Bismillahirrohmanirrohim. Bugun yana qo'shaloq bayram. 3 dona xayrli xabar bilan chiqdik. Azizlar, bugun muborak 3 oylarda Ramazonning 3-10 kunligi boshlayotgan bo'lsa, hammamiz muborak o'tatamiz. Bugun Navro'zi olam dunyoda, Turk dunyosi va dunyoning har katta mintaqalarida Navro'z olam muborak bo'lsin. Yana undan tashqari bugun muborak juma, 3 dona xayrli, go'zal bayram qo'shaloq keldi. Ramazon kirib kelayotganda oylar sultoni bahor kirib keldi. Umid bo'lgan bahor kirib keldi. Mana endi umid bo'lgan insoniyatga, go'zallikka sababchi bo'ladigan go'zal bir bayram Navro'zi olam ham kirib keldi va Ramazonda 3-10 kunligi ham kirib keldi va juma ham. Mana shu 3 dona bayram bilan xursand qilishman birga. Shashilib turibmiz, hozir jumaga ketyapmiz. Bizning mintaqamiz bo'lgan Turkiston, Xuroson, u tomonlarda juma o'qilib, hozir kechasi bo'ldi. Bizda Amerika, Kanada, Yevropada hozir jumaga ketyapmiz. Yana 1 soat vaqt bor. Juma oldidan tabriklarni bildirishman birga. Hayajonli damlarda shuni aytmoqchimizki, dunyoda bo'layotgan umidsizlik, salbiy voqealar, urushlar, har xil zulmlar, har xil tahlikali qo'rqitayotgan tahlilchilarni e'tibor bermanglar chiqishlariga. Biz umid berish uchun, xursand qilish uchun, hayajon bilan yaxshilik tarqatishga harakat qilamiz. Inshaalloh Turon xalqaro tashkiloti nomidan Tarix Omonatdir kanali xorijdagi o'zbeklar millionlab, 20 milliondan oshiq turkistonliklar, Turk dunyosi va ummati Muhammadiyani hammasi nomidan insoniyatni tabriklaymiz. Bugungi xursandchilik davom etsin. Butun bo'layotgan salbiy holatlar, urushlar, irqchiliklar, zulmlar, boshqa narsalarni to'xtatish uchun harakat qilayotgan ofislar, fidoyi insonlar, dunyoda har yerda liderlar bor. Sanab tugatamiz ularga ham Alloh subhanahu va taolo yordam berib, birdamlik, do'stlik, yaxshilik, tabassum onlari kuchayaversin. Endi biz to'xtalishimiz shart bo'lgan, zulm bo'layotgan, urush bo'layotgan ba'zi bir mintaqalar, ba'zi bir holatlar bor, ayniqsa Turkiya. Bu mavzularga alohida chiqish qilishga niyat qilib turibmiz. Vaziyatlarni kuzatib boryapmiz. Balki shu kunlarda, balki Ramazondan keyin kendi mulohazamiz, tahlilimizni aytarmiz. Hozircha kuzatuvdamiz. Yana qaytadan Ramazonda xayrli kuzataylik. 3-10 kunligini duolar qabul bo'ladigan eng go'zal nuqta 1000 oydan afzal bo'lgan Laylatul Qadr kechasi bor. Dunyoda urushlar to'xtatib qo'yadigan, holatlarni o'zgartiradigan, qarzdan qutqaradigan, kasallar turgizadigan, butun holatlarni yaxshilikka yo'natib qo'yadigan Robbil olaminni bergan bizga fursatdan foydalanaylik. Ikkinchisi, tabriklab yaxshilik qilishda Navro'z ayyomini shodiyona o'tkazaylik. Uchinchisi, bugungi jumani o'tkazganlarga xayrli oqshomlar, o'tkazadiganlarga xayrli jumalar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Fazliddin Yoqub xorijdan Amerikadan. Allohga emanet bo'linglar azizlar.